Bugun men sizlarga Buxoroning qadimiy va sirli maskanlaridan biri bo'lgan Xo'ja Zayniddin masjidi haqida ma'lumot beraman. Bu masjid nega aynan shu joyda qurilgan? Nima uchun u Imom al-Buxoriy nomi bilan bog'lanadi? Shayboniylar davrida bu maskan qanday ma'no kasb etgan? Endi esa shu savollarga javob berib o'taman. Imom al-Buxoriy hadis ilmining buyuk allomalaridan biri. U Buxoro vohasida tug'ilib, butun islom olamida hadis ilmining ilmiy poydevorini yaratdi. O'rta asr tarixchilari Buxoriyni ahli hadis yurti deb atagan. Demak, bu hudud oddiy joy emas, ilmiy xotira makoni. Xo'ja Zayniddin haqida yozma manbalar kam bo'lsa-da, uning nomi bilan bog'liq masjid asrlar davomida saqlanib kelayotgani, u real tarixiy shaxs bo'lganini ko'rsatadi. U yirik davlat arbobi emas, balki xalq orasida hurmat qozongan solih zot, diniy hayotning tirik timsoli bo'lgan. Agar Imom al-Buxoriy hadis ilmining poydevorini yaratgan bo'lsa, Xo'ja Zayniddin ana shu ilmning xalq qalbida yashashiga xizmat qilgan. 16-asrda Shayboniylar sulolasi Movarounnahrda hokimiyatni qo'lga kiritgach, Buxoro siyosiy va ma'naviy markaz sifatida alohida ahamiyat kasb eta boshladi. Ular Movarounnahrda sunniy Hanafiy davlatni mustahkamlashni, Buxoroni islom ilmi taqvo markazi sifatida ko'rsatishni maqsad qilgan edilar. Ayniqsa 1512-1539 yillarda hukmronlik qilgan Ubaydullohxon davri va undan keyingi davrlarda Buxoro islom qal'asi sifatida shakllandi. Ular yaxshi bilgan bitta haqiqat, bu Buxoroning ma'naviy obro'si Imom al-Buxoriydan boshlanishi edi. Shayboniylar Chingiziylardan emas edi. Shu sababdan hokimiyatni diniy ma'naviy tayanch bilan mustahkamlash zarur edi. Eng kuchli tayanch esa Imom al-Buxoriy merosi, Buxoro ulamolari va avliyolari edi. Bulardan ko'zlangan yana bir maqsad Safaviylar Eronining shia mafkuraviy bosimiga qarshi turish edi. Ular o'zlarining buyuk islomiy an'analarining davomchisi sifatida ko'rsatishni maqsad qildilar. Tarixchi Fazlulloh ibn Ro'zbexon Isfahoniy va keyinroq Hofiz Danish Buxoriy asarlarida Shayboniylar diniy me'morchilikni mafkuraviy tayanch sifatida qo'llaganini ta'kidlaydi. Tarixchi Hofiz Danish Buxoriy o'zining Abdullanoma asarida Shayboniylar o'z hokimiyatini sunniy islom asosida qonunlashtirishga intildi deb yozadi. Xo'ja Zayniddin majmuasini al-Buxoriy yashagan hududda tiklash biz al-Buxoriy yo'lining davomchisimiz, biz bidatchilik emas, sahih islom tarafdorimiz degan ochiq shior edi. Imom al-Buxoriy hadis ilmining poydevori, Xo'ja Zayniddin tasavvuf va axloq tarbiyasi vakili edi. Bu joyda ilm va ruh birlashtirilgan. Bu ilmiy ma'naviy uzviylikdir. Shayboniylar juda nozik yo'l tanladi. Ular masjidni Imom al-Buxoriy yashagan va ilmiy muhiti shakllangan hududda qurdi. Ammo nomini mahalliy avliyo Xo'ja Zayniddin bilan bog'ladi. Bu orqali ular xalq ishonchini saqladi. Sunniy hadis an'anasining davomiyligini ko'rsatdi va Buxoroni islomiy markaz sifatida mustahkamladi. Xo'ja Zayniddin masjidi bu faqat bino emas, balki bu joy ilm, xotira va ma'naviyat tutashgan maskan edi. Bu yerda Imom al-Buxoriy boshlab bergan ilm xalq hayotiga singib yashagan. Biz yuqorida ko'rib o'tgan tarixiy voqelikdan tashqari, Xo'ja Zayniddin masjidining qurilishi haqida xalq orasida rivoyatlar ham mavjud. Bu rivoyatlarga ko'ra, Xo'ja Zayniddin masjidi joylashgan hudud al-Buxoriyning yashagan uyi bilan bog'lanadi. Rivoyatlarda aytilishicha, Imom al-Buxoriy yashagan uy vaqt o'tishi bilan nuragan. Xo'ja Zayniddin masjidi bunyod etilishi jarayonida bu hududga alohida e'tibor qaratilgan. Uydan qolgan tuproq ehtiyotkorlik bilan olinib, ushbu tuproqdan g'isht tayyorlangan va masjid qurilishida uning devorlarini tiklash ishlarida foydalanilgan. Al-Buxoriy uyi joylashgan yerni esa oyoq osti bo'lmasligi va doimo toza turishi uchun hovuz qilishgan. Markaziy Osiyo me'morchiligi va diniy madaniy an'analarida buyuk zotlar yashagan joyni saqlab qolish, uni masjid yoki xonaqoh shaklida davom ettirish amaliyoti keng tarqalgan. Bunda yondashuv moddiy binodan ko'ra uning ma'naviy merosini davom ettirishni maqsad qilgan. Shu jihatdan Xo'ja Zayniddin masjidi haqidagi rivoyatni tarixiy fakt sifatida emas, balki madaniy xotira va ma'naviy uzviylik ifodasi sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. Ushbu rivoyat Buxoro jamiyatida Imom al-Buxoriy shaxsiga bo'lgan chuqur ehtiromni, ilm ahliga bo'lgan
hurmatning avloddan avlodga o'tib kelganini aks ettiradi. Xulosa qilib aytganda, Imom al-Buxoriy hadis ilmining ilmiy poydevorini yaratgan bo'lsa, Xo'ja Zayniddin shaxsiyati va u bilan bog'liq masjid bu ilmning Buxoro xalqi ongiga singib borishini ramziy tarzda ifodalaydi. Shayboniylar aynan Imom al-Buxoriy ilmiy xotirasi shakllangan hududda Xo'ja Zayniddin nomi bilan masjid qurish sunniy hadis an'anasining uzluksizligini ko'rsatishni maqsad qilgan.